Biz Antarktikaga keldik va keyingi 50 soatimizni shu yerda o'tkazmoqchimiz. Biz Yer sharining eng pastki va eng sovuq nuqtasidamiz. Qachon biz o'lgungacha muzlab qolamiz? Samolyot uchib ketyapti. Hayır. Samolyot uchib ketdi. Bu degani bu yerdan hech qayerga keta olmaymiz. Biz tiqilib qoldik. Birinchi bo'lib biz tog'largacha yetib borishimiz kerak. U yerda shamollardan himoyalanamiz. Bu hayotimdagi eng chiroyli ko'rgan joyim. O'chir, Nolan. Qor bo'ron yaqinlashib kelyapti. Ob-havo buzilib ketdi. Sovuq. Yomon buzildi. Voy balakat. Nimaga qor bo'ron boshlanishi bilan biz bu yerda bo'lib qoldik? Jimmy. Aqldan o'zsa bo'ladi. Ketdik, tog'i tagida lager quramiz. O'lishimga sal qoldi. Antarktika. Hozirdan bu Mr. Beast lageri. Hozir bunda -34 daraja. Agar biz 50 soatgacha Chodir. O'sha. Chodirimiz uchib ketdi dedi. Biz tezroq bekinishimiz kerak. Ko'rsatmalarda burchakroq tiqish kerak degan. Bilmadim, nimaga bizga o'xshamayapti. Qo'limga kirib ketdi. Ular yosh bolalarga o'xshashadi-ya. Biz uxladik. Wow, ularda o'xshayapti. Qaranglar, biz zo'rmiz. Mr. Beast lageri qurilyapti. Antarktikada eng yomon narsalardan biri yomon havo chodirlarimizdan uchirib ketyapti. Biz qordan bloklarni yasashimiz kerak. O'shanda chodirlarimizdan uchirib ketmaydi. Shu qor bloklaridan biz devor yasaymiz va chodirlar uchib ketishini oldini olamiz. Ob-havo darajasi yana 6 gradusga tushdi. Devorlarni tezroq qurishimiz kerak. Jigarim, hayotimda men bunaqa ishlamaganman. Lager Beast qurildi. Endi umid qilamizki, chodirlar uchib ketmaydi. Antarktikaning yana bitta yomon tarafi bu yerda quyosh hech qachon o'tirmaydi. Hozir kunduzmi yoki kechasimi bilmaymiz. Mani qornim menga yetadi. Xo'p, hozir qaysi vaqtda? Ovqatlanish payti. Jonginam biz uydamiz. Kechqurungi bizada Rolton. Jimmy bu yomon. Antarktikaga xush kelibsan. Sizlar yerning eng uzoq nuqtasida qanaqa ovqat yeyilishini ko'rmoqchimisizlar? Suvni qaynatamiz, keyin qaynagan suvni solasizlar va 10 daqiqadan so'ng ovqat tayyor. Antarktikada shunaqa ovqatlanasizlar. Qanchalik mazaliligini ham bilmayapsizlar. Men uxlashga tayyorman. Mani chodirimda Nolan bilan Dream. Karl, sanikida kim? Karl, sizlar uxlashga yotyapsizlarmi? Men charchadim va yana shamollaganman. Antarktika kasal bo'lish uchun yomon joy. Jimmy bizni tunnel qaziyotganimizni ham bilmaydi. Voy xudoyim, voy zo'ri. Aqldan ozsa bo'ladi. Muncha chuqur. Jimmy, menimcha men 50 soatga chidamayman. Shamol qattiqlashdi, endi uxlashga qiynalamiz. Mayli yigitlar, ushtimcha olinglar. Hayır. Quyosh Antarktikada hech qachon o'tirmaydi. Birinchi kechasi qiyin bo'ldi. Hozir tun bo'ldi, lekin palatkadan chiqishim kerakmi, yo'q bilmayman. Quyosh hech qachon o'tirmaydi-yu. Birinchi kechasi juda Jigar, qiynaldi. Antarktika bu hazil emas. Men kasalman. Uyg'onganimda qon bilan yo'taldim. Antarktikada birinchi ko'p chiqishdan oldin ishton kiyib olish kerak, kofta kiyib olish kerak, ishton uchun ishton, uchinchi ishton, kurtka uchun kurtkani, mana shu maskani, mana bu matohni, qo'lqoplar uchun qo'lqoplar va ko'zlar shamollamasligi uchun ko'zoynaklar. Mana shunaqa chiqqanda ham sovuq urishi mumkin. Ikkinchi kun boshlanishi bilan biz ikkita narsa qilishimiz kerak. Birinchisi, agar Antarktikada sizlar hojatinglarni qazmoqchi bo'lsanglar, mumkin emas. Biz mana shu butilkalarga ishimizni aniqlab, videoni oxirigacha saqlashimiz kerak. Hozir -28, men hojatimni chiqara olamanmi, yo'qmi ko'ramiz. Unda o'xshadi. Lekin bu uchun 5 daqiqa ketdi. Ikkinchisi, ko'plarni ichki yotdi. Shuning uchun katta hojatni chiqarish uchun lagerdan tashqarida chodir quramiz. Meni ichim yomon keldi. Antarktikada yana bitta yomon narsa, juda qattiq shamoldan hamma yo'q qotib qoladi. Voy yo'q chodir. Yomon chodir. Yomon. O'shaluda. Uchib ketmasang-chi. Ishladi. Bu chele meni unitazim. Mana bu esa tualet. Men u yerdan boshqadan bo'lib chiqaman. Nolan qani ekan? Hayotimdagi eng yomon narsalardan biri bo'ldi. To'g'ridiga turgan tog'ni ko'ryapsizlarmi? Hozir uni nomi yo'q. Lekin hammamiz bilamizki, kimki tog'ga birinchi bo'lib chiqsa, o'sha uni nomlasa bo'ladi. Kim men bilan ketadi? Men emas. Uzr, men emas, yo'q. Mencha yo'q qarab kelaver. Havo ham sovuq. Voy, men bilan tog'ga chiqasanmi? Men bu yerda oxirgi bo'lib qolib ketganim uchun aytyapsan. Men kimlardir bog'lanib turishim kerak. Yiqilib tushsamchi? Yaxshi ham shamol yo'q-a. Bu rost gap. U tog'ning nomi yo'q. Agar biz unga birinchi bo'lib chiqsak, uni nomlasak bo'ladi. Xayr yigitlar. Hayır. Chuqur operatsiyasi. Chuqur operatsiyasi. Ketdik. Oxirgi 20 qanchadir soatda mana shu chuqurni qazishga ketqizdik. Jimmy qaytganda u juda ham katta bo'ladi.
Biz hali tog'gacha yetib kelganimiz yo'q, lekin bizda qiyinchilik paydo bo'lishni boshladi. Yaxli dengiz. Mana bu chiroy. Antarktika juda chiroyli. Chiroyliligini. Sag'al ehtiyot bo'l, Jimmy. Juda ham sirpanchiq. Juda sekin. Bu yoqda qadam bosganlarning hisobi 10 tadan ham oshmasa kerak. Mana bu tog'ga biz chiqmoqchimiz. Mayli, tirikligimizcha chiqib olaylik. Ketdi. Voy xudoyim. Sirg'alib tushma. Aqldan ozsa bo'ladi. Men juda qo'rqaman. O'ng tarafim yorilayotibdi. Agar pastga tushib ketsam, 600 metr pastga ketaman. Jimmy, Nima? Biz bu yoqda 30 soat o'tkazdik. Voy ha. Judayam chiroyli ekan. Hazillashmayapman, behazil. agar tushib ketsang o'limman. Ha, 100 talik. Karl haligacha chuqur qaziyotibdi. Cho'nqirligini qaranglar. Jigar, men bu yerdan qanaqa qilib chiqaman? Jimmy! Hammasi yaxshi, yurishda davom etamiz. Madrima! To'xtab turinglar, hojatimni chiqazib oling. 2 marta piydigan. Pipi. Seni yomon ko'raman. Hoy Jimmy, qara idishlarni adashtirib qo'yma. Voy ha. Ayoqdagi nuqtalarni ko'ryapsizlarmi? Bu bizning lagerimiz. Bolalar nima qilayotganiga qiziqyapman lekin. Samolyot. Chuqur bizani uyli qilib qo'ydi. Endi biz unga majburmiz. Jimmy tog'ga chiqib kelgunicha biz lagerimizdan devorlarni qattimlashtirsak bo'lardi. Biza chodirchalarni yig'sak bo'lardi, ovqat qilsak bo'lardi. Lekin uni o'rniga biz chuqurroq qazidik. Vaqt ketkazish eng zo'r yo'li. Men olgandan ko'ra bu yoqdagi tabiatni olgan. Biz xuddi bir boshqa planetaga tushib qolgandaymiz. Bu yerligiga meni ishontira olmaysizlar. Biz tog'ga chiqqanimizcha men sizlarga Shopify haqida aytib beraman. Shopify bilan biznesni osonchalik boshlasa bo'ladi. Ular menga YouTube kanalimni biznesga aylantirishga yordamlashdi. Sizlar yoqtiradigan narsalar bo'yicha ham yordam berishligi mumkin. Masalan, tog'ga chiqish. Agar sizlar men mahsulotlarimni yoki shokoladlarimni olgan bo'lsanglar, sizlar Shopifydan olgansizlar. Xo'sh, qanaqa qilibman? Men ularga minnatdorman. Biz birga 3 million obunachi bo'lgandan beri ishlaymiz. Shopify biznes bo'yicha bir soniya. Bizda chiqqanmi? Shopify 175 ta davlat bilan ishlaydi. Biznesni boshlash bu juda qo'rqinchli. Bu tog'ga chiqqandek. Ha! Lekin tijoratchilik sevimli ishinglar bilan ishlashga yordamlashadi. Risklar qoplangan. Biz tepaga yetib qoldik. Men uni ko'ryapman. Hayotimda bundan qo'rqinchli narsa bo'lmagan bo'lsa Hozir kerak. tepalikdamiz, juda ham qo'rqinchli. Balkim keyingi safar lift qurarsan, Jimmy. Chiqdim. Men chiqdim. Atiga 4,5 soat. Jimmy, bizni uddaladik. Bizni uddaladik. Ha, Nolan. Ha, biz o'lmadik. Buni tog'ga tiqamiz. Biz tog'ga chiqqanimiz sababli uni Shopify deb nomlaymiz. To'g'risini aytsam, Shopifysiz uddala Biz olmasdik. Shopifyga chiqdik. Shopify.com behind biz sahifasiga o'tinglar va meni Shopify bilan intervyuimni ko'ringlar. Endi bu Shopify tog'i. Karl, sen meni eshityapsanmi? Ha, eshitmayman seni. Biz tog'ga chiqdik. Tabikliman jigar. Sen bizani tog'ni uchida ko'ryapsanmi? Men chuqurdan chiqib olishim kerak. To'xta, qanaqa chuqur? Men chodirdan tashqariga dedim. Ha, mayli. Ular 3 ta chumoliga o'xshaydi-ya. Bizning lagerimiz 16 kilometr narida. Lekin tog'ga chiqishda zo'r narsasi nimaligini bilasanmi? Nima ekan? Undan pastga tushish. Yo'q. Bu yoqda hech nima qoldirish mumkin emas, shuning uchun bayrog'ini olib ketaman. Men uni bekorga olib yurdimmi? Nima deb o'ylaysan? Ular lagerda nima bilan band? Har holda aqlli ish bilan emas. Eng zo'r qor kuni. Bu uxlash qopchalari вообще tushunarsiz, nima u? Yerlar, men uxlashim kerak. Mayli yigitlar, hozir ertalabki soat 4, Jimmylar endi tog'dan qaytishyapti. Hayotimda bunaqa qiyinchilikka hali duch kelmaganman menimcha. Biz chuqur qazganimizni bilmaydi. Biz ularga syurpriz tayyorlaymiz. Uyam, jonuyam. Menga massaj kerak. Jimmy, men kravat emasman senga. Voy xudoyim. Ancha payt bo'lmadinglar. Menga nimadir yoqmayapti boru. Men Karlni eshitmayapman va uni besimi. Karl, ular menimcha uxlashyapti. Hozir soat ertalabki 4. Karl, to'xtab turinglar. Hamma qayoqqa ketdi? Jimmy bu yerda lekin nima Bu yana bo'layotganini nimasi? tushunmayapti. Bu yana nimasi? Voy, bu qanchalik chuqur? Metr, atiga 2,5 Men metr. hayratdaman. Hayratdasan? Bu atiga chuqur. Ha, lekin nima maqsad? Shunchaki nimadir bilan band bo'laydi Men bu dedik. narsani tushunish uchun juda charchadim. Chuqur. Qanaqa qilib ular buni qazishdi? Men chuqurga tushkim kelyapti. To'g'risini aytsam, juda ham qulay chuqur. Menga shunday iPad'imni berib. Ha. Bu iPad'da nima borligini bilasizlarmi? Haqida videomi? Yo'q, bizani keyingi 2 ta video emas. Men sizlarga tanlov beraman. Qaysi videoni ko'rasizlar? Ko'rodan birinchi marta ko'rayotganimmi yoki men dunyodagi eng katta burgerni yeganimmi? Ko'rdan birinchi marta ko'rayotgan. Bo'ladi.
Qani fikringlarni aytinglar. Yomon-yu, a? Nima? Вообще cho'tka ekan. O, вот вообще sovuq ekan. Shunchalik sovuqki, kameraning ekrani ham o'chdi. Ko'cha rostdan ham sovuq ekan. Men bu yerda qolgim kelmayapti. Men borib uxlayman. Bu operator edi. Hammaga xayr, yaxshi yotib turinglar. Tog'ga chiqish qiyin ish bo'ldi va biz soat 4 ga qaytdik. Hamma 3-kunda charchagan edi. Tur, Jimmy, Uyg'on. Quyosh уже allaqachon tepada kunimizni boshlashimiz kerak. Menga qara Jimmy, agar kech qolsak, bir kunga kech qolib ketamiz. Jimmy, tog'orani ko'tar. Bu tirik qolish bo'yicha sani birinchi videoyimmi deyman? Ular hali chodirchada tarik. Biz samolyotni o'tkazib yuborishimiz mumkin. To'xtab turing, hozir boshqacha aytaman. Ular samolyot qo'yib yuborishadi. Men esa uchib Biz ketaman. uchamiz jonginam. Eng muhim narsalardan biri Antarktikaning teyilmagan chiroyiga ziyon yetkazmaslik. Bu yoqda bizning izimiz umuman bo'lish kerak emas. Shuning uchun bolalardan yig'ishni so'radim. Ketimizdan yig'amiz, 3 gacha sanayman. Ketimizdan tozalaymiz. Lekin ular menga o'xshab charchagan edi. Shuning uchun ish cho'zilib ketdi. Meni umuman kuchim qolmadi. Xo'sh, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Ha, ana u butun chiroyida. To'xta. Xayr, butun Antarktika uchun qayg'uli Bu kun. blokdan umuman foyda tegmadi. Tezroq kelishroq. Mayli yigitlar, uni to'ldiramiz. Endi meni yuragimda chuqur. Bum! Endi uyga ketsak bo'ladi. Uyga. Bunaqa ketsak biz samolyot kelishidan oldin yetib borishimiz mumkin. Samolyot. Antarktika deymiz. Antarktika. Bu yoqda uchib ketish manzili. Ana samolyotni ko'ryapman. Men sizlar bilan g'ururlanaman, chunki biz 50 soat Antarktikada bo'ldik. Biz uyga uchamiz. Biz tirik qoldik. ELEga va EOSga kattakon rahmat. Hammasi ulatib bo'ldi. Sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Biz uyga uchamiz. Uyga.